Assalomu alaykum. Labay ukam. So'ramoqchiman sizlarni qimmatli vaqtlaringlarni olib qo'yganim uchun. Bitta xat bor edi shunaqa. Shunaqami? O'qib beraman ukajonim, o'qib beraman. Rahmat. Chetroq turasiz faqat. Assalomu alaykum Ozoda opa deb boshlandi xatlari. Ismim Anvar. Men bugungi konsertingizga 2 ta bilet oldim. Ulardan biri o'zim uchun, ikkinchisi qadrli insonim uchun. U mening onam, ashaddiy muxlisingiz. Har bir qo'shig'ingizni juda yaxshi ko'rib eshitadilar. Sizning so'zlaringizda o'z dardlarini, o'z yoshliklarini topadilar. Eng go'zal orzulardan biri Ozodaning konsertiga tushish deb tez-tez takrorlaydilar. Har gal konsertingiz afishasi e'lon qilinsa, menga Telegramdan uning rasmini jo'natadilar. Bir kuni axir Ozodani konsertiga borarman, o'z ko'zim bilan ko'rarman. O'z quloqlarim bilan qo'shiqlarini zaldan eshitarman dedilar. Ozoda opa, men shu yoshimgacha musofirchilikda yurdim, og'ir mehnat qildim. Endi shukr, vatandoshlarim orasidaman, vatanimga qaytdim. Uncha-muncha pul ham jamg'ardim. Nihoyat o'sha kun keldi, konsertingiz boshlangan, zal to'la odam, men ham shu zaldaman. Onajonim istaganidek sahnada siz kuylayapsiz. Hamma shu yerda. Faqat endi hamma shu yerda bo'lgan zalda onam yo'q. U kishi konsertingizdan bir necha kun avval bu olamni tark etdilar. Meni dunyoni tashlab ketdilar. Anvar ukajonim, ozgina xatingizdagi quvonchli voqealarga xayr-xoh o'qibman, ma'zur tutasiz. Avvalo Alloh sabr bersin. Ozoda opa, bugun konsertga men yig'lagani keldim. Qo'limdagi ikkinchi bilet esa onam uchun. Ularning o'rinlari bo'sh turibdi. Ana ko'ring. Konsertingizga qalban onam bilan birga kirdim. Onam jisman shu yerda bo'lmasa ham, ruhan shu yerda. Opajon, sizdan iltimos, onasi yo'qlar uchun ham qo'shiq kuylang. Mening onam uchun qo'shiq